Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz navbatdagi geometriyaga oid misolimizni va bo'yalgan sohaning yuzasini topishga doir misolni oson usulda hisoblashni ko'rib chiqamiz. Bizga berilganlardan AB perpendikulyar BCga va BO, OD va DClar 6 ga teng ekan. Perpendikulyarligidan perpendikulyar qo'yamiz. Xo'p, BD diametr bo'lib qolganligidan radius 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu tarafdan bitta radius o'tkazamiz. Radius bironta bir h desak, radiusimiz 6 ga. OHC'mizga qarasak, to'g'ri burchak bo'lib qolyapti. Xo'p, bu katetimiz 6 ga va gipotenuzamiz 12 ga teng bo'lib qolyapti. Xo'p, bundan 30 gradus qarsa katet, gipotenuz yarim edi. Ya'ni bu burchagimiz bizga 30 gradus bo'lar ekan. Xo'p, AB ni bironta bir x desak, xo'p, tangimiz 30 gradus barobar. ABC uchburchak uchun hop, qarshidagi katetda yopishgan katetga nisbati 18 ga nisbati. Hop, 1/3 ga teng bo'ladi. Tangiz 30 gradusda 2/18. Hop, x'imizni topsak 6/3 chiqadi. Hop, x'imiz 6/3 ekan. Hop, katta ABC uchburchak yuzasidan yarim doira yuzasini ayirib tashlasak, bo'yalgan soha yuzasi kelib chiqadi. Hop, 6/3 ko'paytirilgan 18/2 ayirishim kerak ekan. Pi hop, r kvadrat 36 taqsim 2 yarim bo'lgani uchun. Hop, bularni qisqartirsak, hop, 54/3 ayrilgan 18 pi. Demak, bu bo'yalgan sohaning yuzasi ekan.